400 kilovatni davlatga siz 1000 so'mdan kilovatga sotiladi. Uстановkasi u to'lamaysiz aka, hammasi ichida. Soliqdan ham yengillashtirilgan nimalar bor, imtiyozlar bor. Aka biz kottej quramiz. Ma'muriy kottej shahar ichida elektr panelni o'rnatmoqchi edik. Bitta joylar bor deylik. O'zbekistonda eng arzon narxlar bizlarda aka. Ko'p sanksiya bo'ladi. Qarang, biza stabilniy где-то shu kottejda 500-600 kilovat yoqadi. Qaysini tavsiya qilasiz? Nechi pullik tavsiya qilasiz bizga? Qarang aka, siz 5 kilovatlik tavsiya qilamiz. 6800 bo'ladi. Masalan, 5 kilovatlik oyiga 850-900 kilovat chiqaradi. 500 kilovat iste'mol qilsangiz 400 kilovat ortiqcha qoladi. 400 kilovatni davlatga siz 1000 so'mdan kilovatga sotiladi. Keyin uстановkasini nechi pul to'laymiz? Uстановkasi u to'lamaysiz aka, hammasi ichida bo'ladi. Yaxshi ekan. Davlat banklarida hozir imенно shu quyosh paneliga deb arzonlashtirilgan, yengillashtirilgan kredit beryapti. 19,5 dan 3 dan 5 yilga 6 imtiyoz bilan beryapti aka. 10 yilgacha sizga yer solig'i, mulk solig'idan ozod bo'ladi aka. Sizga asosan biz Solar Power invertor bilan foydalanamiz hozirgi kunda. Bu montaj jarayonlari, qanaqa avtomat qo'yiladi, qanaqa zashta qo'yiladi, hammasi ko'rsatilgan, obrazец qilingan. Pastki avtomat UZ zazemleniya uchun, prenatal va DC avtomat ko'rish uchun zazemleniyalar bilan birga ishlanadi. Servis xizmatiga 1 yil kafolat berib 5 kilovatga 9 ta panel qo'yiladi. 580 likdan 9 ta panel qo'yiladi. Hurmatli obunachilar, tavsiya qilib qolamiz. Narxlari juda arzon ekan, asosiy ustanovkalari ichi ekan, to'lamagansiz, bepul ekan. Ham tokdan ikrom qilasiz, ham soliqdan imtiyozdan foydalanasiz, ham daromad qilasiz. Tavsiya qilib qolamiz. Adreslarni aytib ketamiz. Amir Temur ko'chasi, Gangan ro'parasi. Real 0 qilib beriladi. Pastdagi nomerlarga bemalol telefon qilaveringlar.